Dada, jon dada, yuring bolalikka qaytamiz. O'sha sizning erkakto'y qizingiz bo'lgan bolaligimga qaytaylik. Nahotki uni qizingiz ulg'aydi. Nega hamma bunaqa deyishyapti? Yo'q dada, ulg'ayish menga yoqmadi. Iltimos yuring bolalikka qaytaylik. Va bu katta odamlarning orasida yashamaylik. Beg'ubor damlarga qaytaylik. Hozir menga olib berayotgan o'nlab shirinliklar, millionlab pullar uchun rahmat. Lekin o'shanda bitta shirinlikni bo'lishib yegan, 1000 so'm uchun osmonlarga uchgan paytlarni sog'indim. Kichkina bo'lsa-da foizli yumushni sog'indim. Bu yerda hamma yolg'onchi, bu yerda hamma yomon ekan. Bolalik yaxshi edi. Iltimos dadajon, bu yerdan ketaylik. Keyin katta bo'lishni boshqa orzu qilmayman. Yuring dada.